Assalomu alaykum. Mana yana bir yangi obyektga keldik. Mana bloklarda yigitlar tushishyapti, ustalar. Bu yerdan kirganda darvozaxona uzun. To'g'ri kirib kelsak. Mana uyda oldi ko'rinishi. Ayvon. O'rtada koridor. Koridor turgan joydan eshik bo'ladi. Bu tomonda 3,5 ga 6,5 uyimiz bor, podvalli. Bu eshikdan kirib, podvalli eshigidan. Bunisidan kirib 7 metrlik uyimiz podvalliga kirib ketamiz. 7 ga 3,5. Mana koridordan kiramiz. Bu tomonda 2 xona uyimiz bor, 5 ga 3,5 yonma-yon. Bu koridorimiz oxiri dushovый kabina bo'lib, yonidan eshik bo'ladi. Chiroyli. Katta uyimiz. Bunga 1 mingga kirsa pena blok zakaz qilishdi, xudo xolasa yetib qoladi. Hali pena blok urilgandan keyin obzor qilamiz, shifr yopilganini, xudo xolasa chiroyli bo'lib bitganda obzor qilib ko'rsatib o'tamiz uyimizning chiroyli bo'lgan holatini.